Bugün sizlarga kavning yangi bir ish sunab keldim. Uyda kavman chiqib etib, ya'ni manda bir qilib beqing. Avval shunday kavning yarmini tayyor qilib olib, buning postini suyib olgandan keyin nipiz alat qilib to'g'rib olamiz. Ondan buni bir qachaga olgandan keyin qasqonga solib 10 minut atrofida pishirib olib, yo'g'roq bir taxsiga to'kib, buni qo'shiq bilan ezib mejib olamiz. Üstüge yarım qo'shiq eshitqo, 2 qo'shiq oq shakar va 2 tal tuxumni chekimiz. Keyindan bir cho'mich suv quyib, cho'k orqali ravrs bir aralashtirib olamiz. Kichikroq qachada bir qacha odat oila ishlatadigan undan to'kib, yana to'xtamay aralashtirib olgandan keyin mavasal suv qo'yib qopda shunga yana azroq un aralashtirdim. Hamma mushalat to'liq bir aralashtirib, mana mushalat kelgandan keyin ustini bir bavshem mavas shuningda bo'lmasa silov xalta demakki itib 20 minut atrofida sindirib qo'yamiz. Ondan biz 7-8 ta chilan tepilib buni pakiz yuvayotgandan keyin hamma mushalatni chiroyli bir to'g'rib olamiz. Hammani vaqtni to'shib qopda, hamda biz silov xaltani ichib, buni bir to'liq bir qo'yib keyin hamma shuni o'xshash qachadan 3 kun tayyorlab, buning ichini bir mayda mayli etib, ondan ustiga baya tayyorlab olganimizni to'liq tashir etmay yarim holatda ilib olib, ustiga baya biz to'g'rib olgan chilandan 2-3 taldan tashlab etgandan keyin oilamiz bo'lib qolsa qarkunjutdan yana chechib etib, qasqonga solib, o'tni yuqori tanshiga oldi 20 minut atrofida pishirib olsak pishib chiqadi. Hemen vaqtim to'shib qopdi, men to'vaqni ichib qoladigan bo'lsak, va mening yeyishlik gap to'g'ri kelmaydi. Shundoq yeyishlik, nayt shundoq yumshoq. Oilada sizlar sinab beqinglar ta'sir emas, nayt oson. Oxirida qo'llash yuzidan haqsiz yurakdan birini berib meni